Biz yana obyekt kelganmiz. Bu yerda sistema qilingan katyorlik. Doda hojasi sistemani o'ta go'zali. Sistemani yomonlamaymiz. Juda chiroyli, juda go'zal bo'lgan. Chunki tanishlarning o'zi qilgan. Bu yerda muammo nima bo'lyapti bu yerda? Расход ko'p ekan gazga. Ham katyorlik profilaktikasiga kelganmiz, ham gaz расход katta ekan. Bu yerda 14 ta yoki 15 ta radiator bor uyda. Katyorlik ichida ham nasos bor. Bu yerda ham nasos bor mana. 25 ga 60 ikkita turibdi. Birinchi etajga, ikkinchi etajga. Alohida umumiy eslatib o'taman, 15 ta uzog'i radiator bor. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? Podacha kelyapti mana 32 talik turbada ketyapti. Birinchi etaj, ikkinchi etajga ajralyapti. Bu ham 32 talik turba, bu ham 32 talik turba. Men yaxshi ko'rinmayapti, obratkadan ko'rsataman. Obratka 32 talik turba, bu ham 32 talik turba. Birinchi etaj yoki ikkinchi etaj yaxshi ishlamay qolyapti deyishdi, shuning uchun nasos qo'yilgan ekan ikkita. 25 ga 60 eslatib o'taman. Bu yerda to'pli poli yo'q, radiator birinchi etajda ham, ikkinchi etajda ham. Umumiy radiatorlar soni 15